Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Rossiyada ishlab yurgan musofirlar, agar hujjatlaring bo'lmasa, sizlarga yangi yilgacha O'zbekistonga chiqib ketishni maslahat beraman. Chunki Kun.uz rasmiy kanalida ham chiqdi. Agar siz hujjatingiz bo'lmasa, 1-yanvardan boshlab qattiq reydlar ketadi. Bular hozir nima bilan ugrajat qilyapti? 3 yillik qamoq bilan. Agar hujjatingiz bo'lmasa, 3 yilgacha qamalib ketishingiz mumkin. Mana shu Kun.uz rasmiy kanaliga kirib o'sha ma'lumotni olishinglar mumkin. Bu videoni nimaga chiqaryapman? Bu hazil narsa emas. Mana shu Hindistondan ishchi kuchi ham olib kelyapti. Bu hammasi bekorga emas, ehtiyot bo'lasizlar. Bular pramoy shunchaki ayta olmayapti-da. Davay bo'ldi, davay yig'ishtir chamadonlaringni uyga hammang deya olmayapti. O'shaning uchun hujjati yo'qlarga yangi yilgacha chiqib ketishni maslahat beraman. Ehtiyot bo'lasizlar. 12 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkmanistonning Ashxobod shahrida betaraflikning 30 yilligi forumi boshlanishidan avval oyoqda tik turib suhbatlashdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Liderlar suhbatni forum delegatsiyalari rahbarlari ishtirokidagi birgalikdagi suratga tushish marosimidan keyin boshlangan. Rossiya va O'zbekiston prezidentlari majlislar zali tomon yo'l olar ekan qisqa suhbatlashib, bir-birlarini quchoqlashib qo'ygan. Rossiyaga farzandi bilan kelayotgan xorijliklar uchun ma'lumot. Rossiya Ichki ishlar migratsiya xizmati bolalarga ham registratsiya qilish va uni uzaytirish shartlarini eslatmoqda. Xorijlik o'zining mehnat patenti asosida farzandining registratsiyasini uzaytirib olishi mumkin. Agar xorijlikning Rossiyada bo'lish asosi bo'lmasa va bolasiga ham hujjat qilib bera olmasa, u mamlakatni tark etishi shart. Xorijliklar reyestrga tushib qolganida bolalarni bog'cha va maktablarga joylashtira olmaydi. Hujjatsiz bolalar ham reyestrga kiritilishi mumkin. Bolalari ta'lim muassasalariga qatnamaydigan ota-onalar fuqaroligidan qat'iy nazar majburiy qoidabuzarliklar sodir etadi. O'z majburiyatlarini qo'pol buzganlarning Rossiyada bo'lishi nomaqbul deb topilishi va ularga kirishga bir umrlik taqiq qo'yilishi mumkin. 2026 yil 28-yanvardan boshlab Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Maorif vazirligi migrantlar bolalari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan o'zaro almashishni boshlaydi. Sankt-Peterburgning Pargolova shaharchasidagi avtomobil ta'mirlash ustaxonasida fojia yuz berdi. Bolgarka ishlayotgan migrant bilan baxtsiz hodisa yuz berdi. Manbalarga ko'ra, 48 yoshli o'zbekistonlik erkak bolgarka yordamida geometrik yopiq 200 metrlik metal bochkani ochishga uringan. Bochka to'siqdan portlab ketgan. Portlash erkakni bir necha metr uzoqlikka uloqtirib yuborgan. Tekshiruv natijasida uning bo'yniga kesilgan jiddiy jarohatlar borligi aniqlangan. Voqea joyiga tez tibbiy yordam chaqirildi. Tez tibbiy yordam xodimlari ishchini qutqara olmadi. Muhojir kasalxonaga ketayotganda tez tibbiy yordam mashinasida vafot etdi. Shimoliy G'arbiy federal okrugi bo'yicha Davlat mehnat inspeksiyasi mutaxassislari hozirda hodisaning barcha holatlarini aniqlash uchun tergov olib bormoqda. O'zbekiston Rossiyadan makaron sotib olishni oshirdi. Rossiya makaron mahsulotlari eksportini 2025-yilning dastlabki 9 oyida 21% ga oshirdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi eksport mahsulotlarini rivojlantirish federal xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, ushbu davrda Rossiya $154 million makaron mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib bergan. Eksportning asosiy ulushi an'anaviy tarzda qo'shni davlatlarga to'g'ri keladi. Belarus 35% ulush bilan yetakchilik qilmoqda. Yil boshidan buyon ushbu mamlakatga $54 million mahsulot jo'natilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 43% ga ko'p. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2024-yilda Rossiyadan $34 million qarz olgani haqida aytilgan edi. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya
Qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish. Ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. U ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan bunday niyatlar ko'plab savollar tug'diradi. Rossiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishning yangi qoidalari joriy etilmoqda. 2 dekabr kuni e'lon qilingan prezident farmoniga ko'ra, ayrim toifadagi chet elliklar soddalashtirilgan tartibda rus tili, tarixi va Rossiya qonunchiligidan imtihon topshirmasdan RVP olishlari mumkin. Ushbu soddalashtirilgan tartibdan quyidagi chet elliklar foydalanishi mumkin: fan, sport, ishlab chiqarish, madaniyat, ta'lim yoki ijodiy san'at sohasida yutuqlarga erishgan, Rossiya iqtisodiyoti, jamiyati, mudofaasi va xavfsizligini rivojlantirishga hissa qo'shgan, mamlakatda talab yuqori bo'lgan professional ko'nikma va malakaga ega bo'lgan. Ushbu chet elliklar va ularning oila a'zolari til imtihondan o'tmasdan RVPga ariza berishlari mumkin. Ularga hukumat tomonidan odatda belgilanadigan yillik kvota ham taalluqli bo'lmaydi. Putin ilgari Ukrainadagi maxsus operatsiyada ishtirok etganlarni ham o'z ichiga olgan yarim toifadagi chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun fuqarolik va yashash uchun ruxsatnoma olishning vaqtinchalik soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Qozog'istonda ichida 54 nafar o'zbekistonlik bo'lgan avtobus YTHga uchradi. 30 noyabr kuni Qozog'istonning Oqto'bo viloyatida ichida 54 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan yo'lovchi avtobusi yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasining Aqto'u shahridagi Bosh konsulligi xabar berdi. Qozog'iston Respublikasining vakolatli idoralari ma'lumotlariga ko'ra, soat 21:00 da Rossiya Federatsiyasi Oqto'bo Qizilorda Olmaota Respublikasi ahamiyatiga ega avtomobil yo'lida Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Vanxul rusumli yo'lovchi avtobusi yo'l transport hodisasiga uchragan. Hodisa vaqtida avtobusda 54 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. YTH oqibatida jabrlanuvchi va halok bo'lganlar yo'q. Barcha yo'lovchilar favqulodda vaziyatlar xizmati va politsiya xodimlari tomonidan Oqto'bo viloyati Qorabutoq qishlog'idagi masjidga vaqtincha joylashtirilgan. Fuqarolarga oziq-ovqat va zarur yordamlar ko'rsatilgan. Slovakiya o'zbekistonlik ishchilarga qiziqish bildirmoqda. Hozir Slovakiya mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmayapti. Shu sabab mamlakat O'zbekistonda mehnatga layoqatli va uyushgan ishchi kuchi qonuniy ravishda kelishiga qiziqish bildirdi. Mamlakat mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislarga ega bo'lgan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lmagan mamlakatlardan kelgan migrantlar uchun imkoniyatlar yaratish mavjud tartib-qoidalarni soddalashtiryapti. Prezident Shavkat Mirziyoyevga tashqi mehnat migratsiyasi tizimi takomillashtirish va uni xalqaro standartlar asosida yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot taqdim etildi. So'nggi yillarda fuqarolarni chet elga mehnat maqsadida tizimli ravishda yuborish yo'lga qo'yilgani natijasida mamlakatda mehnat bozori kengayib bormoqda. O'zbekistonliklar asosan yuqori maoshli ish o'rinlariga ketmoqda. Shunga qaramay 2016-yilga nisbatan xorijda ishlayotganlar soni kamaygan bo'lsa, ular yuborgan pul mablag'lari 3,8 milliard dollardan 2025-yilning 10 oyida 15,8 milliard dollargacha oshdi. Taqdimotda ayni paytda xorijiy bozorda malakali kadrlar jiddiy talab borligi ta'kidlandi. Hozir 140 ming mutaxassis uchun buyurtma mavjud. Ammo til va kasbiy malaka bo'yicha talabga javob beruvchi mutaxassislarni tayyorlashda yetarlicha ish qilinmagani aytildi. Shuningdek, migratsiya xizmatlari turli joylarda
tarqoq bo'lgani uchun fuqarolar qiyinchilikka uchrayotgani qayd etildi. Shu bois sohadagi barcha xizmatlarni tartibga solish va yagona darcha tartibida birlashtirish vazifasi qo'yildi. Prezident taqdim etilgan takliflarni ma'qullab, mehnat migratsiyasi bo'yicha jarayonlarni yanada qulay va xavfsiz shaffof qilish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi.